emas, 2 emas, 9 nafar haydovchi yo'l-patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanishda davom etib ketgan va ulardan 4 nafarining hali haydovchilik guvohnomasi mavjud bo'lmagan va ular avariya holatini ham yuzaga keltirgan. Shuningdek, yana 2 nafar haydovchi avtomashinasiga ovoz kuchaytirgich, ya'ni sirena moslamasini o'rnatib olib boshqargan. Ayni paytda jami 11 nafar haydovchilarning ishi tuman sudida ko'rib chiqilmoqda. Yo'l-patrul xodimi to'xtatganda to'xtash chorasiga bo'ysunmadim. Param yo'qligi sababli hozir sud jarayoni bo'lib o'tdi. Eng kam sharqining 12 barobar jarima yozib berishdi. Qilgan ishimdan afsusdaman. O'zimga xulosa qildim. Qachon birov olsam, o'shanda yana avtomashina yo'liga o'tiraman. Matiz rusumli avtomobil boshqarib, besprava GAI xodimlari to'xtatdi. GAI xodimlari ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlandim. Baribir uzoqqa bora olmadim. Pravom yo'qligi uchun qochgandim. Bugun sudda ko'rib chiqildi. 6 akalat jarima bosildi. GAI xodimlari to'xtatdi. To'xtamasdan qochdim. Ishimiz sudda ko'rib chiqdi. 6 akalat jarima qo'ydi. YPX xodimi meni to'xtatdi. Ish tarafim MEPga o'tganligi sababli bo'ysunmadim. Eng kam ish haqini 5 barobar qo'llanildi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Hujjatlarim yo'qligi sababli GAI xodimlari to'xtamaydi harakatlandim. 6 barobar jarima qo'lladi.